Men o'qiyman, ishlayman, shu bilan birga uy bekasiman. Shuningdek, doimiy sog'lig'imga ham qayg'uraman. Lekin doim band ekanligim sabab shifoxonaga borib, shifokor va tekshiruvlarga navbatga turishga imkonim bo'lmaydi. Ijtimoiy tarmoqlardagi bir videorolikda Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan joriy qilingan raqamli tibbiyot platformasi Dimet ilovasini ko'rib qoldim va yuklab olib, pasport ma'lumotlarimni kiritdim. Ilovaga kirishim bilan o'zim yashash hududimga yaqin bo'lgan oilaviy poliklinika va menga biriktirilgan oilaviy shifokor kimligi haqida ma'lumot chiqib keldi va o'zimga ma'qul kelgan vaqtni tanlab navbatga yozildim. Oilaviy poliklinikaga bordim, shifokorim bilan uchrashib, sog'lig'im bilan bog'liq shikoyatlarimni aytdim. Shifokor Dimet ilovasida shakllangan avvalgi tashxislar, analiz natijalari va davolanish jarayonim bilan ham tanishib, tekshiruvlardan o'tkazib, elektron shaklda va qog'oz shaklida ham QR kodli retsept yozib berdilar. Avvallari shifokorlar yozib bergan retseptlarni dorixonachilar adashib o'qib yoki o'qiy olmay boshqa dorilarni berib yuborishardi. Endi unday muammo yo'q bo'libdi. Shu tomoni juda yoqdi. Shunday qilib, Dimet yordamida vaqtim tejaldi, navbatda turib qiynalmadim. Dorixonada retsept yozuvini o'qishda muammo bo'lmadi. Hech qanday ortiqcha xarajat ketmadi. Eng asosiysi, telefonim orqali dori analizlar, tashxislar, menga yozilgan dorilarni ko'rib tura olaman. Bir so'z bilan aytganda, Dimet sog'liqni saqlash tizimini raqamlashtirish, tartib va shaffoflikni oshirish, bemorlar va shifokorlar uchun qulaylik yaratishga xizmat qiladigan qulay ilova bo'libdi.